Bizdan Gentra'ni yaxshisini so'raganlar uchun maxsus 2019-yil Gentra avtomat korobka 4 ta yangi yumshoq baloni bor. Mashina polniy, kapot, krilo, orqa krilolarigacha ham shunki bo'lgan yangi 4 ta yumshoq baloni bor. Hamma yog'i mana tekis bo'lib, tinov bo'lib turibdi. Qirilib ketgan, sirilib ketgan yoki zazor joylarini ko'rmadim. Egalari ham deboy preverka deyaptilar. Salonlari освещение qilingan, kartalari, sidinalari mana chexolda turibdi. Chexol ko'tarib ko'rsanglar, salonlar zo'r holatda. 170 ming yurgan, video registratori bor, Magicari bor, moylari almashgan, hadovoylari cho'tki dedilar. Motorlari ham yaxshi, korobka moy, motor moylari almashtirib qo'yilgan. Tayyor olgan odam maza qilib haydaydi deyaptilar. Sutekin kanaldan olib maza qilib haydayman deganligi $9390 ga berib yuboramiz. Bitta mana shu eshikda kraska bor dedilar. Bu ham seriozniy udar bo'lmagan, ichiga o'tmagan. Deboy preverka o'zingiz ustiga olib ko'rsatib bemalol tekshirib o'rar ekansizlar. Lekin mashina tinov bo'lib turibdi.